Butun ijtimoiy tarmoqda shov-shuvga aylanib borayotgan pomidor voqeasi aynan mana shu xonadon va mana shu xolodilnikda sodir bo'lgan. Xonadon egasi 7 ta pomidorni olib kelgan va xolodilnikni ochgan, ichiga qo'ygan va yopgan. Keyin kelib qarasa, bitta pomidor yo'q bo'lgan. Voqea aslida qanday bo'lganini xonadon egasini o'zlaridan so'raymiz. Voqea qanday bo'lganini bizga tushuntirib bersangiz, marhamat. 7 ta pomidor olib keluvdim. Bittasi yo'q bo'lib qopti-da. Gumoningiz kimda? Gumonim kelinimda. Endi jig'ildonni qaynagan bittasini yeganda nafsing qurg'ur. Azizlar, pomidor o'g'irlagan jinoyatchi aniqlandi. Bu kelin ekan. Hozir kelinni o'zlarini ham suhbatga tortamiz. Endi kelinim yo'q. Azizlar, eshitganingizdek, pomidorxo'r kelinchak endi oramizda yo'q. Bitta pomidorni deb dunyoni tark etgan yosh kelinchakni ota-onasiga sabr tilaymiz. Ha? Kelinim o'lmagan. Bitta pomidorni joyiga qo'yib qo'ymasang, uyga kirgizmayman deb aytuvdim. Pomidor olib kelgan uyga ketgan kecha. Ertaga keladi. Azizlar, bizdan uzoqlashmang. Pomidor voqeasi hal bo'lmaguncha biz bu voqeaga yana va yana qaytaveramiz. Salom.